Opa-singillar trendga chiqib ketgan bagimalardan va nihoyat qayta sotuvga keldi-yu, nimaga trendga chiqib ketdi deyapman. Narxlari suv tekin narx. O'zim bu ishga kirishimdan oldin kamida 1,5 milliondan sotib olganman uyimga, lekin buni 399 ming so'mdan sotib tala bo'lib, talash bo'lib tugab ketdi. Endi narxini yana ham arzon qilib qo'ydik. Diqqat qilinglar, sizlar uchun, aziz opa-singillarimiz uchun, arzonchi obunachilari uchun like bosib qo'ying. Narxini 349 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bular 12 talik, 8 ta chaqchuq so'ladigani bor va 2 ta katta mamlaqangi shikolat so'ladigani bor va 2 ta katta mevalar so'la beradiganidan bor. Xolisinglar bunaqa rangidan, xolisinglar bu rangidan. Obshi 12 talik bagima hech qayerda yo'q bunaqangi narx. Men jinni bo'lib qolyapman. Foydalanib qolinglar. Atiga 349 ming so'mdan bagimalar. Xolisinglar 9 talik kerak deylar. Mana bu yoqda mana 9 talik nabordan turibdi. Buni narxi atiga 299 ming so'm. 9 talik nabor. Videoga like bosib qo'ying, yaqinlarga tarqatib qo'ying va turmush o'rtog'ingizga tashlab qo'ying, foydalanib ulgurib olinglar. Bunaqangi narx qaytib bo'ladimi, men bilmadim.